Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun sizlar bilan yana bir piyongullar yetishtirish bo'yicha muhim ma'lumot aytib o'tmoqchimiz. Azizlar, mana shu yerimizda 2023-yilda bahor oyida piyongullarimiz bor edi. Mana shu piyongullarimizni mana shu o'ng tomonga kuzda ko'chirganmiz. Ko'chirgan paytimizda mana shu kuz oyida 23-yilda sentyabr oxirida ko'chirganmiz. Mana shu yerda piyongullarimizni ildizlari qolib ketgan. Ya'ni gulchilar tili bilan aytganda tayoqchalari deymiz. Qolib ketgan, ancha-muncha endi to'liq kovlab olishi iloji bo'lmaydi, baribir qolib ketadi. Ana shu qolib ketgan piyongullarimiz o'tgan yili ham mana 2024-yilda 23-yilning oxirida bu yerda kovlab olganimizdan keyin lola ekkanmiz. 24-yilda mana piyongullarimiz shu qolgan tayoqchalardan kurtaya otib chiqib kelganlari bo'ldi mana. Ayrimlari mana bu yil 2025-yilda mana gullagan ham mana. Bundan xulosa qilamiz azizlar. Piyongullar ildizlari masalan 4 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha ham yeri tegdi yotaveradi. Lekin yo'q bo'lib ketmaydi. Mana bu ko'chatlar ham chiqib kelyapti. Yo'q bo'lib ketmaydi. Mana shu yerda o'ziga kuch to'plab, yaxshilab ildiz otib olgandan keyin ko'karib chiqaveradi. Ko'karib o'zini kuchi yetgan darajada mana shu gullashga o'tadi. Mana bu isboti mana hozir mana bitta nimadan novdadan mana gul bergan mana. Mana bu ham xuddi shunaqa. Bu endi ikkita chiqibdi, bu ham sal baqvatroq bo'lgan. Kichikroq ildizlardan mana bitta chiqib gul beryapti. Endi bu yerda lola bo'lganligi sababli o'tgan yil mana bu o'ralarni kovlagan edik. Mana bu yil ham mana shu eng ko'proq ildiz qolgan mana bunda. Mana bu to'llari ham bir chiroyli shaklda bo'lib turibdi. Mana bu yerda ham chiqib kelgan mana. Orada qolgan piyongullarimizni ildizlari hammasi chiqib keladi mana. Endi to'liq kovlab olish iloji bo'lmay qoladi mana. Ular ham bitta hozir chiqib turibdi mana. Bu yerda sal ko'proq qolgan ekan mana. Azizlar, endi xulosa o'rnida shuni aytamiz. Piyongul ildizlari yerda qolsa uncha-munchaga chirimaydi. Yaxshi qaralsa mana shunaqa buton berib gullashga o'tib olaveradi. Yerdagi ildizlaridan ko'payaveradi mana shu piyongullarimiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.